Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari. Mana ish jarayonlarimiz davom etyapti. Bu sabzi yuvadigan mo'yka stanogimiz mana. Xudo xolasa bu ham tayyor holatga kelib qoldi mana. Bu tomonida g'ish ishlab chiqarish stanoglarimizdagi to'pkalari yana birin-ketin chiqib ketyapti mana. Kimga shunday stanoglar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari. Mana ish jarayonlarimiz davom etyapti. Bu sabzi yuvadigan mo'yka stanogimiz mana. Xudo xolasa bu ham tayyor holatga kelib qoldi mana. Bu tomonida g'ish ishlab chiqarish stanoglarimizdagi to'pkalari yana birin-ketin chiqib ketyapti mana. Kimga shunday stanoglar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat, sog' bo'linglar.